Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugun sotuvga chiqqan joyimiz Urganch shahar Darital Urduga yaqin joyda zo'r tochkada 2 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Mestasini tushuntirib bersam, bu yerda Baxmal guruh, yan tarafda Raycenter buyum bozori bo'ladi. Yan tarafimiz o'tadan olsa Urdu Darital joylashgan. Bekkan supermarketni usti bo'ladi. Yo'lning usti bo'ladi. Mestasini umuman gap yo'q. Bim mashina o'tadi. Telari bitim magazin bo'ladi. Joyimiz zo'r tochkada joylashgan. İçkari kısmını gösterip etsek, yerimiz spanemiz bo'ladi. Balkonlarına ega, aynaları, eshikleri, ramları o'zgacha dizaynda qo'yilgan. Devorlarimiz oddiy fonda turibdi, lekin yuvib, silib, ajoyib etib ishlatasiz. Umuman gap bo'lishi mumkin emas. Patologlarimizni ko'ring, patologlarimiz ham gipsokardon, galagellar, ajoyibdan lyustralar asilgan. Suv, svet, gazlardan umuman problemasi yo'q. Bu yan tarafimiz lukut indikatorlarimiz ega. Ayak tiyinde tüplü pollarına ega hurmatli obunachilar. Sanuzel girish o'tlarimiz tüplü pol. Kirish chatollari ajoyibdan qo'yilgan edi. O'zgacha dizaynda. Birimiz girish o'timiz bo'ladi. Bu yan taraf hurmatli obunachilar, bu yerda aynamiz tushgan, ul aynamiz. Girgandan beri rakovnamiz joylashgan. Kuxnimiz, zalimiz, spanimiz, bu yan taraf sanuzel. Joyimiz yarki remontdan chiqib ajoyib bo'lib turibdi. Joyimiz o'zgacha dizaynda, toza domda, yo'lning ustida kamdan kam chiqadigan mestada joyimiz 2 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Bu tarafimiz kuxna, kir mashina ega, oyoq teli ajoyib gilamlardan tashalgan. Suv, svet, gaz hamma narsa girib turibdi. Bemahotlarni ko'ring, ajoyib, umuman gap bo'lishi mumkin emas. Joyimiz ajoyib. Registrlarni ega, har xonamizda avtomatlari shunday joylashgan hurmatli obunachilar. İşiklarına göre işiklerim zamonaviy yaxshi sifatli ishlardan qo'yilgan. Yan taraf girish o't qismimiz, yine chiqib ko'rsatadigan bo'lsam, liftlar 100% ishlab turibdi. Hurmatli obunachilar. Suv, svet, gazlardan umuman problemasi yo'q. O'zgacha dizaynda ishlangan. Oyoq telamiz laminat pol hurmatli obunachilar, ajoyib gilamlardan döşelgan. Bu yan tarafimiz zalimiz bo'ladi. Zalimiz ham neavishli, lyustralardan ajoyibdan asilgan. Yine televizor qo'yish uchun pastribkalari, arkalari ajoyib etib ishlangan. Gap bo'lishi mumkin emas hurmatli obunachilar. Antenna simlari kelgan, rozyetka, bedam rozyetka hurmatli obunachilar. Tellari galagen, svet qo'yilgan. Hurmatli obunachilar. Bu yan tarafda ajoyib gipslardan ishlatilgan edi. Ajoyib bo'lishi mumkin emas. Zo'r etib remont qilibdilar. Onun gilamlari o'zgacha dizaynda. 3 oyna tushgan hurmatli obunachilar. Girish o't aynalarimiz ajoyib. Yan tarafimizda o'tadan olsak sanuzelimiz bo'ladi. Ariston ega. Oyoq teli tüplü pol. Suv, svet, gaz hamma narsa girib turibdi. Joyimizning umumiy maydoni 50 kvadrat hurmatli obunachilar. Joyimiz narxini to'xtaladigan bo'lsak 495 million so'm, ustiga yengda oz-moz qaytib beriladi. Sog' olun, salomat olun.